Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaluddin Suyuti rahmetullahi aleyhinki Tarihul Hulufa namlı kitabından okuyatkan dersimizdeki devamında. Bugün bu bölümde Jalaluddin Suyuti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu'nunki ilmi hakkında bayan vermekte. Ebu Bekir Sıddık bolsa sahabalarning içinde en ilimli, en zeki adam idi dedi. İmam Nevevi rahmetullahi aleyhi o'zining Tahzibul Asma ve Lugat namlı kitabıda mundaq degan. Men bu sözünü İmam Nevevi yazgan özünün qo'l yazmasından o'zim men naql qilib o'tgan edim deydi o Jalaluddin Suyuti. Bizning dostlarimizning hammasi Ebu Bekir Sıddık'nınki ilminin ne kadar büyüklüğüne delil ispat şeklinde tövendeki hadisini ispatlagan deydi. Çünkü Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu Sahih Bukhari ve Sahih Müslim'de rivayet kılınan hadiste mundaq degan. Allah'ın namı bilen qasam ki namaz bilen zakat arasını ayırıp etken kişiler bilen çokum uruş kılma degan. Allah'ın namı bilen qasam ki deydi yana. Resulullah zamanında Resulullah ada qilib kelayotgan oğlaq çağlıq näsini mening zamanım kelgan vaqtida zakat deb zakat kelgan vaqtida uni bermay qilib qolsa men ular bilan çoqum shu zakatni bermaganlik tufaylidan ular bilan urush qilaman degan. Yani bu sözü qarablan bizimki ashab dostlarımız bu Ebu Bekir Sıddık ne kadar ilimli, zeki adamken degan. Çünkü bu söz aynı vaqtida bütün sahabalar qarıştırgan. Yani Peygamberimiz ölüp ketgandan keyin mush Arab yarim orildagi Arablar dindin ba'zilari yenib olgan, ba'zilari dindin yenib olmagan ahvol ostidami biz namozni o'qiymiz, zakatni bermaymiz deb ba'zi oyatlarni xato tushungan avvallar bo'lgan. Shuning uchun Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu bular urush qilma, urush ochma degan vaqtda sahobalar hatto Umar ibn Xattobdan tortib Ebu Bekir Sıddık'ningki urush ichiga qarshi chiqqan. Yani bu siyasi noktadan bu emniyetni nayati yaxshi kuzatgan, nayati zeki kişi faqatlan bu yerda Ebu Bekir Sıddık bo'lgan. Kim bu sahobalar Ebu Bekir Sıddık'a qo'shilib Ebu Bekir Sıddık'ning so'zining nayati to'g'ri ekanligini e'tirof qilishgan. Shuning asosan Shayx Abu Ishaq bu ve onundan başka o'zining tabaqat nomli kitaplarda dalil sifatida bayon qilib, Ebu Bekir haqiqatan sahabalarning ichidagi eng ilimli edi. Chunki ularning hammasi bu masaladagi hikmatni tushunamidi. Faqat ve Ebu Bekirlar tushungan. Ondan keyin Ebu Bekirning ular bilan muhokama qilish orqali Ebu Bekirning so'zining to'g'riligini sahabalar bilib, Ebu Bekirning so'ziga hammasi o'rtaq ittifoq kelgan dedi. Biz İbn Ömer radıyallahu anhu'da rivayet kıldık da o İbn Ömer soralgan şu vakitte da. Resulullah'ınki zamanında Resulullah hayat durup kim petva beretti degan vaqtida Ebu Bekir Ömer'le petva beretti. O ikisinden başka alim kişini ben bilmeyme deyip şundaq degan. Hem de İmam Bukhari ve Müslim Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'da rivayet kılınca bu kişi mundaq degan. Peygamber aleyhissalatu vesselam kişilerge hutbe okudu da, hutbe okup mundaq dedi. Allah Taala bir bendeni dünya bilen özün huzurdaki narsa arasında ixtiyorlik berdi. Ya dünyada uzun ömür ko'rib yaşagan ya mening qaşımga kelgan dedi de Allah. O bende Allah'ın huzurdaki narsani tanladı. Yani o dünyani tanladı degandek Allah Ebu Bekir o'zidan yig'lab ketdi ve mundaq dedi. Ota-onalarimiz bilan sana pida ya Resulallah, pida sana pida dedi. Şunun bilan biz dedi sahabalar. Biz bu peygamberimiz bir benden ixtiyorlik berildi deb bo'g'ichi yig'lab ketyapti ya deb hayron qoldik. Endi bu yerdagi Allah ixtiyorlik bergan bende kim o degan vaqtda asli payg'ambar alayhisalom edi. Demak Ebu Bekir radhiyallohu anhu bu yerda bizniki eng olimimiz shu. Chunki bu so'zniki eng cho'nqur ma'nosini o'zi bilib olgan dedi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam yana shunday degan kishilarning ichida o'zining mol dunyosi ve o'zidagi hamrohlik sahobaligida menga eng tuhfkor kishi Ebu Bekirdir. Agar Allohdan boshqa bir kishini men do'st tutmoqchi bo'lsam Ebu Bekirni do'st tutgan bo'lardim. Lekin islom qarindoshliqi do'stlikqa yetar dedi. Bu masjidga ochiq bo'lgan bütün eshiklarning hammasi taqib etilsin. Ebu Bekirning eshigidan boshqa eshiklarning hammasini taqib etinglar degan. Mana bu İmam Nevevi'ninki so'zi. Endi bu yerda Halil degan iborat nima degan vaqtida maqsadsiz
yoki manfaat nishoni bo'lmagan yoki undan ma'lum bir maqsadga ko'zlanmagan bir do'stlikni asoslaydi. Bunda do'stlik asosan nihoyatda kam uchraydi. Hamda Alloh bilan bo'lgan insonniki haqiqiy mo'minniki do'stligi bir maqsadsiz holatda bo'ldi. Ya'ni Xudoni mutlaq sevgach qilam, yaxshi ko'rgach qilam Allohniki do'stligini izlaydi. Demek bu yerda Peygamber sallallohu alayhi vasallam yani Allah'tan ibaret bir do'st bayada ikinci do'st bir sig'maydi da. Şunu Allah'ның do'stligi patqan bir yurakda, qalbda Xudodan boshqa o'rin qolmaydi. Şuna bu yerda men Allah'ның do'stligi yeter deb degan. Yani birisi bu yerda Abu Bakrning ishkidan boshqa ish taqliddir sonsa, burun zamonda masjidniki shu atrofidagi butun uylarning birdan ishki masjidga shu ishkilam atılsa mescidin o'ylasa kiretdi. Keyingi bu ishlarning hammasi taqo'tilgan. Faqat Abu Bakrniki ishki qilib qolgan. Bu ishik hozir qadar Abu Bakrniki uyning ishki hozir Masjid-i Nabaviyda Payg'ambar masjidi hozirmi o'choq. Hamda Ibn Kesir rahmetullohi alayhiniki deyişçe Payg'ambar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu sahabalarning ichida Qur'onning yaxshi biladigan kishi ekan. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni sahabalarga namoz o'qib berishga ayni vaqtida buyurgan. Çünkü mundaq degan qavmga ularniki Allohning kitobini eng yaxshi bildiganlar iymon bo'la oladi degan. Umush orqali Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Rasulullohning hayot vaqtida iymon bo'lgan. Hamda Imom Tirmizi rahmetullohi alayhi Oyisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilgan bir hadisda Oyisha shundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana shundaq degan deydi. Abu Bakr boyada bir kishilarning ichida boshqalarning imom bo'lishi loyiq emas deb shundaq degan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Qur'onni yaxshi bilishdan boshqa sunnatni va hadislarni nihoyat yaxshi bilardi. Nurg'un vaqtlarda sahobalar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu murojaat qiladi. Bu vaqtlarda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislardan o'z bilguncha bularni naql elib, dalil qilib ularga javob berdi. Shu ehtiyoj bo'lgan vaqtida shundan dalil isbot ko'rsatdi. Unda qandaqmi bunda bo'lmasin Abu Bakr? Chunki bu Payg'ambar alayhisolatu vasallamni Payg'ambar bo'lgandan tortib ta o'lib ketishlik Rasulullohning izchil sahobi bo'lgan tursa, undan boshqa Allohning bandalari ichida shu zamondagi eng zaki, eng aql bir kishi tursa dedi. Endi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu nomidan rivoyat qilingan hadislar nihoyatda oz. Chunki bu kishiniki muddat nihoyatda oz bo'lgan. Payg'ambarimizning vafotidan keyin ozroq vaqt yashaganda. Agar ma'lum vaqtda uzoqroq bo'lgan bo'lsa, balkim taham ko'p hadislar rivoyat qilingan bo'lishi mumkin. Undan boshqa bu Abu Bakr Siddiqdan hadis rivoyat qilgan kishilar degan hadislarning hammani asosan yezib saqlab olgan. Lekin endi Abu Bakr Siddiqniki zamonasidagi bir qism sahobalar bor. Bu sahobalarniki ko'plari bu hadislarga shu zamonda muhtoj emas. Chunki bularmi shu hadisni Abu Bakrdan boshqa so'rinlarda shu naq maydonda bo'lg'achqa Abu Bakrning qishiga atoyin berishga bular hojat yo'q. Chunki shu sharoitni yoki shu Rasulullohning degan hadisni ular bevosita anglagan. Shuning uchun bu Abu Bakr nomida rivoyat qilingan hadislar oz rivoyat qilingan bo'lishi mumkin. Ko'p holda bu Abu Bakr Siddiqning qishiga boradigan sahobalar o'z bilmaydigan hadislarni yodlash uchun yoki shuni elish uchun boradi. Lekin undan boshqa bularmi shu sahobalarga o'xshash Abu Bakr o'xshash bu sahobalarni nurg'un hadislarni biladi dedi. Hamda Abul Qasim Bag'aviy degan olim Maymun ibn Mehron degan olimdan hadis bayon qilib bundoq deydi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning qishiga da'vogarlar kelib qolsa, Allohning kitobi qaraydi, Qur'on qaraydi. Agar Qur'onda shunga loyiq bir dalil topolsa, shuni bilan hukm qiladi. Agar Qur'onda buning munosabatli dalil bo'lmasa, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ish izlari yoki hadislarga qaradi. Agar bo'lib qolsa, shu hadis orqali uni da'vogarniki jodan bir taraf qiladi masalani. Agar buningdimi bu hadislardimi uni to'g'riliq mazmun topolmay qolib qolsa, chiqib hamda o'z bilgan hadislar va ondan chiqib musulmonlardan so'raydi. Mening qishimga manda bir masala keldi. Rasululloh bu vaqtda qanday bir hukmlarni bergan bildiganlar bormi dedi. Shuning bilan bu to'g'riliq ma'lumot beradigan kishilar bu yerga yig'ilib, Rasulullohniki bu vaqtdagi hukmini degan vaqtida Abu Bakr xo'shib ketib,
Bizning ichimizda Rasulullahning hadislarini yodlaydigan kishilarni qilib bergan Allohga hamd sanolar bo'lsin deb hamd etib ketadi. Agar bu hadislarda hamda bu to'g'riliqqa hech qanday masala bo'lmagan vaqtida sahobalarningki başlarını, çoğunlarını yig'ib, yaxshi bilimli katta sahobalarni yig'ib, ular bilan maslahat qilishadi. Shu vaqtida ularning maslahati ma'lum bir fikr qarashga birlik kelgan vaqtida shu fikr qarashninki o'lchimi talebi bo'yicha hukm qiladi dedi. Endi bu avvalni Umar roziyallohu anhu o'zining zamonasiga kelganda shunday qilgan. Endi Qur'on va hadisda bir narsa topolmasa, dalil isbot topolmasa, Abu Bakr mushto'g'irlik qanday hukm qilgan, bu masalani qanday hal qilgan deb qaraydi. Agar Abu Bakr shu masalada ma'lum bir shunga o'xshash bir masalada ma'lum bir hukm chiqqan bo'lsa, Abu Bakrniki shu hukmini taqlid qilib shu orqali hal qiladi. Agar bunda bo'lmay qolib qolsa, musulmonlarningki katta cho'nglarini yig'ib, shularni bilan maslahatlashib, shularning bir maslahat, birlik kelgan maslahat orqali shu masalani hukm qilib hal qiladi dedi. Undan boshqa Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu arablarniki nasab ilmini nihoyat yaxshi bilgan kishi edi. Bo'pmuş Qurayshlarniki nasibini ajoyib yaxshi biladi. Ibn Ishaq, Yaqub ibn Utbadin ansarlardan bo'lgan bir shayxdan rivoyat qilib mundaq deydi. Jubayr ibn Mut'im degan kishi Qurayshlarning ichida eng Qurayshning nasibini, Arablarning umumiy nasibini yaxshi bilgan kishi. Bu kishi davomli shuna deydi ekan, men nasab ilmini Abu Bakr Siddiqdan o'rgangan edim. Chunki Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Arablarning ichida eng yaxshi nasab ilmini yaxshi biladigan odam edi degan deydi. Undan boshqa Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu tushda birini munoat yaxshi voyaga yetkazib beraladi dedi. Bu payg'ambarimizning zamonida tushga nihoyat yaxshi ta'bir beradigan mushtaq hakim donishmand odam edi dedi. Endi Ibn Sirin degan olim shunday degan, bu kishimi o'z zamonasiga nihoyat tush ta'biriga nihoyat usta olim. Bu odamniki shu tush ta'biri haqida nihoyat mashhur kitobi bor. Bu ilimde hammalarga o'rtaq ittifoq bu nihoyatda birinchisi deydi Abu Bakr Siddiqni. Abu Bakr Siddiq payg'ambarimizniki bu ummatniki ichida tush ta'biriga eng ustisidir deydi. Bu Ibn Sa'd degan olim shu so'zni o'zining kitobi Tabaqat nomli kitobida bayon qilgan. Endi Imom Daylami Musnadul Firdaws nomli kitobida Ibn Asakir Samura roziyallohu anhu rivoyat qilib, payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday degan. Abu Bakrga tush ta'birini men aytib berishga buyurildim degan ekan, lekin Ibn Kasir bu hadis g'aribroq deb shuna degan ekan. Ammo bu arablarning ichida nihoyat tilga fasohatlik, eng notiq odam edi dedi. Abu Bakr Siddiq. Zubayr ibn Bakr mundaq degan ekan. Ba'zi ilm ahllaridan anglashimcha ular mundaq deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sahobalari ichida eng katta notiqlardan Abu Bakr Siddiq va Ali ibn Abu Taliblar edi dedi. Payg'ambarimiz vafot bo'lgan kesi Saqib vaqasi deydigan bir vaqa va uni shu kelgan vaqtda deymiz. Shu vaqtda degan bir Umarning so'zi var bu vaqtda. Kishilarning ichida Allah'tan en qo'rqadigan, Allah'ni en yaxshi biladigan odam edi deb Abu Bakrni Umar shunday sifatlagan. Abu Bakrniki bu undaq so'zlarda namuna altida tush ta'biri haqida, undan boshqa Abu Bakr Siddiqniki xutbalar so'zlangan bayonlarda mustaqil bo'limlarda so'zlab o'tamiz. Endi bu kishi sahobalarning ichida eng bilimlik ekanligi dalil Hudaybiya sulhidagi so'z hamda. Umar roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bu sulh haqida savol so'rabdi. Bu Makka Qurayshlar bilan bo'lgan to'xtam masalasida Hijriyaning 6-yili. Bu nurg'un masalalarda Qurayshlarga bo'lashgan, Qurayshlarga tushib berganimda. Shu vaqtida Umar roziyallohu anhu debdi, biz bu dinimiz haq turib, nimishqa biz bu xorliqni qabul qilamiz degan ekan. Payg'ambarimiz unga javob beribdi. Lekin bunun qanoat qilmadi. Anda Abu Bakr Siddiqdan qashiq berib yana bir so'rabdi. Rasulullohdan so'rgan narsaning o'zini. Abu Bakr Siddiqmi Rasululloh qanday javob bergan bo'lsa, deyishmay turib, shu holatda javob beribdi. O'xshash barobar holatda. Demak, mushu Abu Bakrniki nihoyat bilimlikni ko'rsatdi. Endi bu yerdagi bilimlik alqi rivoyatni jiq bildigan, ya kitoblik ma'lumotni jiq bildiganligini bildirmaydi faqatlama. Bu yerdagi haqiqiy bilim ma'lum bo'lqi dinni yaxshi tushunish
amaliyotni yaxshi tushunish, müşahidki reallikni yaxshi tushunish, reallik bilan shu hikmatni bir yoqqa opirib cho'g'lay oladigan holatni demoqchi-da. Men mush jihatda aql, zaki odam edi demoqchi. Şunun bilan birga hamda sahobalarning ichida fikri o'rinliq, aqli pishqon, komil odam edi. Tammamur Razi o'zining Favoid nomli kitobida Ibn Asakir Abdullah ibn Umr ibn As'dan rivoyat qilib bunday degan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki mundaq deganligini anglagan edim. Jibril alayhisolatu vasallam kelib mundaq debdi. Alloh taolo seni Abu Bakrdan maslahat ilishingni, ya bir ishlarni qilsang Abu Bakr bilan maslahatlashishingni buyurdi degan ekan. Hamda İmam Tabrani, Abu Nuaym ve ulardan başka kişiler Muaz ibn Cebel'de rivayet kılınışça Peygamber aleyhissalatu vesselam Muaz'ni Yemen'e evetmekçi boptu. Şu esnada nurgun sahabalardan mesleği soraptı. Ulardan içinde Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Usayd ibn Huzeyr qatarlıq meşhur katı sahabalar boğanken. Bu yerdeki sahabaların içinde hemmisi özellikle fikrini oturup koydu bu yerde. Hemmisi her xil fikirlerini beğendi. Şu vaqtida Peygamberimiz degan, Muaz sen qanday qaraysan degan vaqtida dedim men Abu Bakrning ko'z qarashini qo'llayman dedi. Şu vaqtda Peygamber sallallohu alayhi vasallam dediki, Allah osmonning ustida turib Abu Bakrning xatolashini xohlamaydi degan ekan. Buning o'zi Ibn Abi Usama Musnad nomli kitobida tuvandek mal labzilar rivoyat qilgan. Allah subhanahu va taolo osmonda turib Abu Bakr'ning ziminde xatolashini xohlamaydi, yoqtirmaydi degan. İmam Tabranining Avsat nomli kitobida Sahl ibn Sa'd Sa'iddan rivoyat qilinishicha bu sahoba deydiki, Payg'ambar sollallohu shunday degan. Alloh taolo Abu Bakr'ning xatolashini xohlamaydi, yoqtirmaydi degan. Bu hadisni rivoyat qilgan kishilar hammasi ishonchli edi degan. Bu yerda hamda Peygamber sallallohu alayhi vasallamning muhim axloqlardan bir ish qilgan vaqtida kishilar bilan aytdi. Ularning fikrini elib, maslahatlashib, o'zining fikrini bu yerda istibdodiy sifatida, monopollik xarakterda emas, sahobalar bilan maslahatlashish bu islom davlatidagi shu vaqtdagi ham bir qonun, nizom ham qonuniyat. Rasululloh maslahatlashmasa o'zining ishini to'g'ri qila oladi, chunki Rasulullohga vahiy kelyotdi. Vahiy orqali bo'lgandan keyin ham ishni xatolashmaydi. Lekin bir ummatga ham o'zidan keyin bir qonuniyatni qoldirib qo'yib ketish uchun bu yer sahobalardan maslahat ilyotdi, bularning fikrini ilyotdi degandek. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.